hech bir qayg'u azob mangulik emas. Ming jafoga bir iroda kifoya. İradening quvvati imoningda, aqlingda, qalbingda bo'lsa, bu umidsizlik sening ruhingni sundira olmaydi. Qadringa qadar sen buni bilsang yetar. Yillarga yengilma, yengilan, bel qo'yma, bilidan qo'y. O'zimizni, qalbimizni, iymonimizni yangilasak, biz yep-yangi odam. Tushkunlik va azobning ichidan chiqqan, yaxshilik va go'zallikning qadrini bilgan bir qalb kuchlidir. U umidsiz bir yurakning ustiga ungan guldir. Qalbdan ungan bu gulni parvish qilish kerak. Bu gul yillarni, qalblarni, imonni yangilaydigan guldir.